Assalomu alaykum, ujoy xohishda bo'lgan aziz ahli mana Xudo xohlasa sizlar bilan ro'za Ramazon oyida muborak oyda ko'rishamiz. Do'stlar, sizlarga yaxshi joydan uy-joyimiz obzor qilib o'tamiz. 8 sotixdan iborat bo'lgan juda ham yaxshi xonadonimiz. Manzilimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rtacha tuman Qorasuv mebelchilar o'sha shaharchasida. Do'stlar, Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini, Saxovat ko'chasi 138-xonadonimiz. Xudo xohlasa o'zingizlar ko'rib, like bosib, kommentariy yozib, Xudo xohlasa iliq fikrlarni kutib qolamiz. Mana shu yurtdoshlarimizga Xudo xohlasa birgalikda uyli joyli bo'lishda sababchi bo'lib qolamiz. Do'stlar, o'zingizlar kuzatib o'tasizlar. Juda ham qulay, yaxshi joy. Xudo xohlasa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar, biz sizlarga yoritib borishda davom etamiz. Kuzatinglar. Do'stlar, Xudo xohlasa sizlar bilan mana maktabimizni ko'rsatib o'taman. Mana ko'rsating, mana maktab, 3-maktab. Maktab, bog'cha, do'kon, mebelchilar, xullas hamma sharoitlari bor bo'lgan mahalla. Ko'chalarimiz asfalt, Toshkent shahriga masofa yaqin, Nurafshon shahri, Qorasuv mebelchilar, gaz, vodoprovod suvi, internet tarmog'i, ko'chalarimiz asfalt, qo'ni-qo'shni ahil inoq juda ham zo'r. Do'stlar, Xudo xohlasa video qilaman deb yurgan aka-ukalarimizga shu videolarimizni ulashib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, shu yurtdoshlarimizga Xudo xohlasa birgalikda sababchi bo'lib qolamiz. Do'stlar, mana bu xonadonimizni qo'yganmiz. Xudoga shu bu ham sotilib ketdi. Agar kim bizni kuzatib, muntazam kuzatib borayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xohlasa mana shu xonadonimiz yonlaridagi o'sha uylarni sotuvga qo'yamiz. Do'stlar, 8 sotixdan iborat, xat hujjatlari joyida mana. Do'stlar, endi ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin, mana ko'chirma deysizmi, hamma xat hujjatlari joyida, через notar sizga xatlab berishadi, Xudo xohlasa. Mana do'stlar, mana bu uyimizni qo'ygandik, bu uyimiz sotilib ketgan. Xudo xohlasa sizlarga mana yondagi 8 sotixli xonadonimizni obzor qilib o'tamiz. Mana Saxovat ko'chasi, mana 138-xonadon. Do'stlar, mana darvoza sizga qaraydi. Mana hovlimiz, vodoprovod suvi. Uyimiz mana tashqaridan shunday ko'rsating, juda ham yaxshi. Do'stlar, mana uyimizni 15 yillik bo'lgan ekan qurilganiga. Yangi uy-joy, podvollari, xullas orqa tarafda ombor xonalari, hamma sharoitlari bor. Zo'r xonadon. Mana oldida bemalol pomidor, xullas dehqonchilik qilib o'zingiz ro'zg'oringizga chiqadi. Zelenniy zonalari bor. Vodoprovod suvi, gaz, suv, svet, internet. Toshkent shahriga masofa shu xonadonimizdan 17 kilometr. Nurafshon shahri 4 kilometr. Mana do'stlar, bu yoqda orqada ham ko'cha bor, bu yoqda ham darvoza bor. Xullas orqa tarafini shunchaki ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bu yoqda mana dushovoy, razdivalka, omborxona, mana bu yoqda darvoza, ko'cha, bu yoqda mana do'stlar omborxona, bu yerda shol saqlashgan ekan. Uy egalari do'stlar, mana juda ham keng, katta xonadon, naves. Xudo xohlasa ishlab chiqarish qilasin. Bu yerda endi asosiy mebelchilar, do'stlar, Qorasuv mebelchilar shahri. Bemalol ishbilarmonlik bilan tadbirkorlik qilsangiz bo'ladi. Uyimizda podvolli yerto'lasi bor, juda ham zo'r. Xudo xohlasa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Juda ham yaxshi. Yuring, podvolga qatdan tutsa bo'ladi. Do'stlar, birinchi podvolni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ana keyin Xudo xohlasa uy joyini ko'rasizlar. Endi 1,5 etajli uy. Bu yoqdanmi? Mana yuring, ko'rsating mana do'stlar. Juda ham yaxshi. Boshingga ehtiyot bo'ling. Do'stlar, mana shu Xudo xohlasa keng podvol, mana yerto'lasi bor. Juda ham yaxshi. Va katta ekan uyga o'xshab. Mana do'stlar, bemalol maza qilib foydalansangiz bo'ladi. Uyimiz issiq. Materiallari zo'r. Mana bemalol yurasiz, boshingizni ko'tarib bemalol yurasiz. Rossiyskiy materiallar bilan uy-joyimiz qilingan, fundamentlari baland qo'yilgan, katlaman qazib, xullas uy-joyimiz yaxshi. Do'stlar, boshlang'ich narxi $100,000. Men o'zimdan kelib chiqib qo'ymayman. Bu Qorasuv, mana shu Qorasuvimizda yer narxi juda ham qimmat o'zi aslida ham. Bu hali ham maktab yonida bo'lgan, ikkinchi darajali ko'cha bo'lgani uchun shunday insof bilan qo'yib sifatida sotilyapti. Bunday o'ylab qarasangiz, shuncha uy-joy qurilishi bilan shu 10 mingdan 12 mingdan aylanmoqchi sizga do'stlar. $100,000 yana xudo xohlasa savdolashib, ekranga pastda raqamlarni qo'yib o'tamiz. Do'stlar, o'zingizlar ko'rib savdolashib kelib ko'rib olishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Uy-joyimiz yaxshi. Bemalol ikkita ko'pga mazza qilib yashaydigan keng uy-joy. Mana do'stlar, bu yoqda oshxonamidi? Mana shunday ko'rsatib o'ting. Mana bu yoqda oshxona ham bor, parovoy отопление, hamma sharoitlari bor. Do'stlar, olgan odam xudo xohlasa baraka topadi. Juda ham zo'r. Uy-joyimiz istarali, bir chiroyli asist borasiz kelib, olgan odam mazza qilib yashaydi. Toshkent shahriga masofa juda ham yaqin. Fort City 13 kilometrmi shunaqa. Fort City, Nurafshon shahri bu yoqda. Taksi, maktab, bog'cha, choyxona deysizmi? Hamma sharoitlari bor. Haqiqiy shaharcha do'stlar.
Endi ko'pchilik kommentariy yozadi, g'ash kelib, shaharcha qachondan beri shaharcha bo'lib qoldi. Do'stlar, juda ham shahardan kam emas. Parvo отопление, uy-joyimiz pol, juda ham zo'r. Mana kirib, bemalol ko'rsating. Romlarimiz ko'chaga qaragan, yorug', shinam, mana profil, temir profillardan parvo отопление, issiq, pol, patolog, uy-joyga zo'r. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana bunaqa dushovый kabinkalari ham bor. Bemalol foydalanib, uy ichida ham dushovый kabinka, tashqarida hammom, xullas mazza qilib yashasangiz bo'ladi. Hamma sharoitlari bor. Asosiysi bu yerda lokatsiya, do'stlar. Uy-joy qurilishida ham yer hisobida bo'lyapti. Juda ham zo'r. Xudo xolasa narxini ko'pchilik qimmat deb yozishi mumkin, lekin olgan odam baraka topadi. Zalimizni uzunligi kamida bir 10 metr bo'lsa kerak, mana bunaqasi 3,5-380 chiqish kerak, do'stlar. Juda ham yaxshi. Mana parvo отопление, pol, patolog, remontlari juda ham yaxshi uy-joyimizni. Mana kirib ko'rsatib o'ting. Do'stlar, xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Mana bu yog'ini ham zavq foydalansangiz bo'ladi. Romlarni ko'chaga qaragan, juda ham zo'r. Bu Qorasuvda juda ham qimmat. Hozir ayniqsa yer, bu sizga quruq yer hisobida insof bilan yana kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Mana bu yoqda ham yana bitta xona. Do'stlar, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Uyimiz yaxshi, juda ham yaxshi. Olgan odam xudo xolasa mazza qilib yashaydi. Ikkita ko'kka keng hovli uy-joy, yerto'la omborxona, hamma sharoitlari bor, juda ham zo'r xonadon, do'stlar. Mana oldilari mana bunaqa uzun romlar qo'yilgan, yorug', issiq, juda ham zo'r. Olgan odam baraka topadi. Do'stlar, yerimiz mana agoroti bor, zeleniy zonasi bor. Qo'ni-qo'shnilar ahil-inoq, xudo xolasa. Do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa, ko'rib, lokatsiya tashab berishadi. Sizlarga raqam qo'yib o'tamiz. Ekranlar pastida qo'yilgan raqam uy egalarining raqami bo'ladi. Ko'pchilik adashib bizga qiladi-da. Tepadagi raqam men o'zim raqamim. Do'stlar, agar sizlarda ham shunaqa sotiladigan yer, uy-joy, mulk bo'ladimi, noturar joy bo'ladimi, tepadagi raqam Tohir o'z raqami, o'zim raqam aloqa qilsangiz, sizlarga ham shunaqangi joylarni qo'yib, xudo xolasa sababchi bo'lib qolamiz. Uy egalarining raqami ekraningizning past qismida, do'stlar. Bemalol kelib aloqaga chiqib, lokatsiya tashab berishadi, kelib savdolashib, ko'z bilan 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi, kelib o'z ko'zi bilan ko'rib, gaplashib, xudo xolasa juda ham zo'r joylar. Olgan odam baraka topadi. Respublikamizning viloyat, vodiy vohalardan Toshkent shahri yoki Toshkent shahriga yaqin bo'lgan yaxshi masofadan, juda ham yaxshi joydan, obod joydan uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimizga qo'l keladigan 8 sotixdan iborat. Yana bir bor eslatib o'taman, boshlang'ich narxi $100,000, do'stlar. Xudo xolasa bu yoqni pulni kelsanglar, ipoteka har xil o'sha takliflar kiritib o'tasiz. Asosiysi ikkita tarafdan ko'cha bemalol bo'lib, ikkita ko'cha bemalol yashaysiz. Do'stlar, hammamizga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Videolarimizni kuzatib, like bosib, uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimizga videolarimizni ulashib qo'ying. Allohimga omonat bo'ling, sog' bo'ling.